Qanday qilib Uzum marketni o'zidan tovar olib, yana Uzum marketga tiqib yaxshigina daromad qilsak bo'ladi? Keling, buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda Uzum market loyihasiga kiramiz va bu yoqqa no deb yozamiz. No Atra. Xo'p, qidiramiz hozir. 124.999 so'mligini tanlaymiz. Bitta zakaz qilsak bo'ladi, ammo keyin Uzum marketni o'ziga atir uchun flakon deb yozasiz. Mana birinchida chiqqan flakonlarni tanlab olasiz. 10 mg flakondan 10 ta olib, o'sha bittani bo'shatsangiz, hozir kalkulyatorga kirib hisoblab beraman. Atir narxi 124 ming so'm o'rtacha hisobda. 100 mg bo'lsa, bo'lamiz 10 ga. 10 ta chiqadi. Ko'paytiramiz. O'rtacha buni 85 mingdan sotsa bo'ladi. Uzum marketning o'zida 850 ming so'm bo'ladi. Buni ayiramiz 30 ming so'm flakonni narxi, 124 ming so'm atirning narxi. Sof foyda 696 ming so'm qolyapti. Yana shunga o'xshagan ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling va kommentariyada plyus belgisini qoldiring.